Baribir o'zbek ayollariga yetadigani yo'q-de. Bilmayman deb o'tirmaydi, любой yoqqa tiqib ketaveradi. Direktimga ko'ksi o'rgating deb yozishgan ekan. Rosa izlanib, eng zo'r retsepti sizlarga ilinmayman. Suvini tayyorlash uchun tuz, shakar, kariz tuzi, soya, pomidor, chesnok, uksus, ukrop solib aralashtiramiz. Qolgan masalliqlarni tayyorlaguncha suvini morozilkaga qo'yib qo'yamiz. To'liq retseptni opisaniyada yozib qoldiraman. Endi karomni to'rab, tuz, uksus, soya, chesnok solib aralashtirib qo'yamiz. Go'shtni ham videoda ko'rsatilgandek to'rab, soya solib aralashtirib qo'yamiz. Bizga go'shtni qaynatib qilingani yoqadi. Xohlasanglar qovurib qilsanglar ham bo'ladi. Endi pomidor bilan bodringni salomka shaklida to'rab olamiz. Hali yoz issiq kunlarda shu retseptni rosa qidirib qolasizlar-da. Qidirib qolmaslik uchun yurakchani qizartirib qo'yib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham xursand bo'laman. Keyin tuxumni atalab, bilinchi pishirgandek pishirib olamiz. Pishirilgan tuxumni o'rab to'raymiz. Endi ko'ksini xamiriga qaynoq suv solib dimlab olamiz. Men 10 minut dimladim, ozgina pishib ketdi. Sizlar 5 minut dimlasanglar ham bo'ladi. Keyin muzdek suvga chayib olib, hamma masalliqdan ozgina solib chiqamiz. Ustidan boya tayyorlab qo'ygan suvimizdan solib, kunjut sepib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Men yemaganman bunaqa mazali ko'ksi.